Uyning içine ahvoli ya. Kirgandan keyin kiyim shkaf qildigan ya, oyoq shkaf qildigan ya. Yan tarafda bo'lsa oshxonasi. Oshxonasini yumshakilik holatida, chiroyli ranglarni kafesi holatida chiroyli qilib qo'yibdi. Uduldi bo'lsa ganshifilli holatdagi tozliq uy. Mana haqiqiy ganshifilli ya. Bak chiroyli ichimi bak pokiz holatda turibdi. Mushunda chiroyli pokiz uylarni ko'rsam o'zimni bir xil xushib qolaman. Men yan taraf qaraydigan bo'lsangiz mana kichik yotoq uy. Kichik yotoq uyninki shkaflarimi tayyor holatda chiqarib qo'yilgan. Derizleri kun tushish, havo almish jihatdimi siz o'ylagandek yaxshi holatda. Endi eng yaxshi ko'rganim bu uyning mehmonxonasi ya. Mana kun tushish munoti chiroyli. Mana yon taraf qarasangiz bizning yerda tomoq yeydigan sanjolarni tayyor qilib qo'yilgan. Bu uyning yana bir afzalligi siz hozir ko'rayotgandek kun tushish bek yaxshi holatda. Hammamiz shuni o'ylashyapmiz. Ko'zni chaqqidek kun tushidi ha. Mana men o'tirsangiz dumbingiz 5 minut qizib bitirib ketmasa endi mana. Siz qaraydigan bo'lsangiz mana yon tarafda yana bir yotoq uy. Bu yotoq uyning aholini ko'rib baqqan. Bu yotoq uyning derizasimi bizning mehmonxona bilan o'xshash bir tarafda. Mushu vaqtidagi kun tushishmi nihoyatda yaxshi holatda. Kun tushish, havo almishish biz eng ko'ngil bildigan ham uy tanlashda eng diqqat qiladigan bir ishlar. Shuningga siz ko'rayotgan bu uyninki kinishki rasmiyatlari hamma narsa to'liq. Gongjijin deykan, Shanghai deykan qatorliqlarni normal bijiralaysiz. Oldidan 100 ming atrofida oldin to'lash puli ketadi. Qog'ozlarni qarz bijirib situatsiyangiz bo'ldigan uy. Yana bu uyning yana bir sizni xush qildigan yeri chovisi, mashin to'xtish o'rni bor. Hem dishashisi bor. Hammasi mushu barning ichidagi 2017 yildan yangi Gouchungdagi Dentidagi Jijungungdan dinarlik holatdagi bu uylarning chovisi bilan dishashisining birga chiqadigan uylarning 100 ming ko'y oldin topshirib sotadigan uylar haqiqatan bek oz. Bu uy egisimi uyni nihoyat siz ko'rayotgandek nihoyat chiroyli pakiz tutuqliq. Pakiz uyni ko'rsak hammamiz xush bo'lamiz. Siz ko'rgan bu uyga ehtiyojingiz bormi? Agar ehtiyojingiz bo'lsa, biz bilan jiddiy aloqa qilishing. Bosh betda undan numerim bor. Aloqa qilish numerim bo'lsa 136 409 86 99. Jiddiy aloqa qilishing.